Olma qancha ekan opa? Kami bor. 6000dan beri. 6000 mi? 6000 ekan. Behichi be. 5000 ekan. Mana 4000 olma, 4000. Chiroyli behi nech pul ekanmi opa bu? Ha, nech pul behi? 10000. 10,000 ekan. 9dan kami yo'q. Opa anor nech pul anoringiz? 20,000. Mana 20,000. Kam bormi? Bor. Narxda kamda narxda kamda. Olasizmi yo shunchaki reklama? Olamiz. Analar ham qarab. Nech pul shalg'am? Sağlam keling. 3 kilosu olmuyor. 3 kilosi 10,000. Turibchi? Türban 3 kilosu 3 olmuyor. kilosi 10,000 ekan. Mana mayiz soy aka, nech pul bu? 80,000 ekan. Bunisi-chi opa? 70.000. Mana 70,000. Mana 60.000. 60,000 ekan. Qurib chiroyligini qarang mana. Mana. Bu ham 60. Mana 50,000. Mana 50,000lik ham bor ekan mana. Menga tugab qoldi. Simangiz nech pul sizmi? Sizmi? 20.000. 20,000. Xurmo nech pul dehqon aka? 2 kilosi 15,000. Arzon, rahmat. 7,000 so'm. Hamma qatti bu? Karkidon. Nech pul bu qizil olma? 15. 15,000 ekan. Qattiki bu? Karkidon. Mana arzon. Rahmat. Tabat aka. Neydi? Ikkita setkiga ben bitta ko'tara olmayman. Endi qonda ketadi. Nech pul bo'ldi olma? 2.5dan berdim. 2,5 bo'pti mana. Dehqonga rahmat. Setkalar almashtirib qo'yavermaysizmi? Yakshanba Chust shahri. Olma bozori. Nok nech pul ekan nok? 15. 15,000 ekan mana. Qancha deyapsiz? O'rik nech pul o'rik? 30.000. 30,000. Hayvondimi? Ha, payvandi degan Mirsanjon Mirsanjal Suxon. Qatti bugun? Bu baliqchiniki aka. Baliqchiniki ekan. Blogermi? Eski. Olma nechta?